Короче, menda Johan yo'q qilish uchun udar reja bor. Qanaqa reja? Короче, ko'zingni yumib tur, hozir men senga короче tushuntirib beraman. Xo'p. Короче, Robert bu yoqqa kel. Bu nima narsa bu? Короче, bu Johan Robert'i. Johanga rostdan ham o'xshar ekan. Ha, lekin bu Johan yomon versiyasi. Ya'ni birinchi qishloqlarni qo'rqitamiz, keyin Johan o'zini qo'rqitamiz. Keyin esa biz qishloqni egallab olamiz va boyliklarni egallaymiz. Давайте ketdi unda biz borib tayyorlanaylik. Xo'p, yuring. Xo'sh, yana bir ikkita ko'mir olsam, yetib qolsa kerak menimcha. Bir ikkita ko'mir olaman, chunki menga hozircha kerak bo'lyapti. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar Johanning Qasr kanalidasizlar va qaysi kanal boshida qat'iy nazar. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang va kommentariyaga obuna bo'ldim deb yozib qoldiringlar. Men hozir shaxtadaman va ko'rayotganlaringdek ko'mir va temirlarni hammasini olyapman. Mana yerda temir qolib ketibdi. Bularni olib chizish kerak, chunki hozir temirlarni pishiraman-da, o'zimga bir ikkita asbob uskunalar yasamoqchiman. Ya'ni belkurak, ketmon, polizga ishlatishim uchun bir ikkita yana narsalar kerak. O'shalarni ham yasab olsam, keyin mazza qilib ishlatib yuraman hammasini. Menimcha yetadi shu olganlarim, lekin 5 tagina temir oldim. Attiga bitta ketmon va bitta kirka yasashga yetadi. Nayloj yo'qdan ko'ra bor, lekin ko'mir bilan toshni ko'proq oldim. Mana o'sha yerlar meni uyimda oldida nimalarnidir gaplashyapti, hayronman. Mayli nima bo'lsa ham hozir borib surbetdan deyman. Mana bu yoqda nimagadir ochib qo'yishibdi, bilmadim. Tak, jetellar qandaysanlar? To'xtat. Nima qilib o'tiribsanlar meni uyimda oldida? Shunchaki guruh qilayotgandik, senga gapimiz bor. Yaxshi, nima gaping bor? Avval tilingni sepin to'g'rilab ol, tushundingmi? Qaroqchi kecha seni yuzing qon holatda men ko'rdim. Sen jinnimisan? Meni yuzimda qon yo'q, meni yuzimni ko'rmayapsanmi? Top-toza turibdi. Bilmadim, yo tushimda ko'rdimmi yoki o'g'imdami bilmadim, anglay olmadim. Xullas seni yuzingda qon bilan yurgandik, juda ham qo'rqinchli edik. Va meni quvmoqchi bo'lding. Men esa tezroq qochib qoldim. Tushundim. Demak, sen kecha g'alati tushlar ko'rib, g'alati uxlagansan. Yo'qol, uyimda oldin yo'qol, bunaqa gaplaringni menga aytma. To'g'risini aytyapman. Sen ishonmaysan-da, rostdan ham shunaqa bo'ldi. Rostdan ham ishonmayman, to'g'risini aytsam. Nima sen bu yerda? Sen ham ko'rdingmi? Ha, men ham ko'rdim, qizig'i. Qayerda ko'rdinglar? Sen uyingni orqasida edi. Sen uxlayotganingni bilmagansan. Mayli, tak hozir. Oz chiqib o'zim ko'rib kelaman, uyimda orqasida nima bor ekan. Menimcha hech nima yo'q, chunki bu yerda ikkita narsa qolib ketdi. Stulcha sotib olgandim, bitta esimdan chiqibdi stulcha. Stulchani mana bu yerga qo'yaymikan? Bunaqa qanday qo'ysam bo'ladi stulchani? Mana shu, yo'q. Qayerda qo'ysam bo'ladi? Всё, joy topolmayapman qaranglar. Mana shu yerga shuna qo'yaman va u yerda o'tirib mazza qilib o'tiraman. Mana shu yerda ko'rdik deyapti. Bilmayman, tomda orqasida hech nima yo'q. Bular qayerdan ko'rgan hayronman. Men uyimda orqasidan rostdan ham ishonmasang o'tib qara. Bo'pti, hozir qarayman. To'xta. Demak, bu yerda hozircha nima ya? Mana jitel turibdi. Bu jitel menga umuman o'xshamaydi. U emasligi aniq. Bu yerda uyimni orqasida mendan boshqa hech nima yo'q. Demak, mana qizil gullarni yonida ko'rib, bular meni yuzimda qon ko'rganda deb o'ylagan. Senlar farosatsiz odam emassanlar-ku, farosatsizlar, tushundingmi? Yo'q, men rostdan ham ko'rdim, lekin ko'rgansan, to'g'ri, lekin men mana bu qizil gullarning yonida turganimda meni yuzimda qizil bo'lgandek ko'rgansan, tushundingmi? Qaroqchi, miyam ishlamay qoldi. Miyangga seni aytmadim, mayli-chu. So'kmayman, kerak emas, senlar so'kib o'tirganimdan foyda yo'q. Undan ko'ra biroz fermamda ishlaganim yaxshi. Senlarni qarab o'tiradigan bo'lsam, senlar bilan maynavozchilik qilib o'tiradigan bo'lsam, bo'lmaydi. Tak, ferma yig'ishtirish kerak. O'zim hamma narsam pishib ketgan, buni qaranglar. Hammasi pishgan, to'liq. Bular yig'ishtirib olsam, keyin sotaman bir ikkitasini. Necha kundan beri sizlar sotaman deb aldayapman, lekin sotmayapman. Chunki klient yo'q, klient topish kerak. Bitta do'kon ochaymi ekan, sabzi, kartoshka, bitta joyimga tiqdim mayli. Sabzi, kartoshka, keyin nima edi, mana bug'doy sotish uchun bitta do'kon ochsam, soqqan tayda qolib ketaman o'zi ham. Keyin esa bitta chotki mashina bilan chotki uy olib chotki uylanib, keyin mazza qilib yashayman, keyin ko'chib ketaman bu yerdan konkretni, chunki qishloqda yashash jonga tegdi desa ham bo'ladi. Har kuni bitta muammo, har kuni juda ham muammolar ko'payib ketdi. Bu muammolarni hal qilish esa voy garang qaranglar. Ikmay qaytib ketyapman. Farosat juda ham ajoyib narsa. Bo'lmasa bilinadi, bo'lsa bilinmaydi, lekin farosat ko'rinmaydi, lekin yo'qligi bittada bilinadi.
sabzavot bir stakdan oshiq короче bizga meva beribdi. Bu juda ham yaxshi. Tak, ikkita bir stakni nechtasini ekyapman qaranglar. Oho, ya 49 ta foyda degani. Tak, kartoshkalarni ekamiz. Aha, tak bo'ldi. Mana hammasini ekib bo'ldim. Endi mana bularni ekamiz. Xo'sh, okey. Yaxshi, mana bo'ldi. Menimcha yetadi. Chotki qilib qo'ydim o'zi ham. Endi bilmadim bu necha kunda to'liq pishib bo'ladi. Yaqin orada to'liq pishsa kerak. Kech tushguncha yana nimadir ishlar bilan band bo'lib olishim kerak. Kech tushguncha yana nimalardir hal qilsam, juda ham yaxshi bo'ladi. Bir ikkita yana borib temir olib kelaymikan, qayerdandir topib olsam. Quyosh qani? Aholi obed bo'lmabdi ekan. Короче, kechgacha nimadir qilib vaqt o'tkazishim kerak. Hoy, Jitel, yaxshimisan? Короче, Minecraftda PvP o'ynaysanmi men bilan yoki Bedwarsmi? Sen botsan-ku, sen bilan ikki o'ynab qo'yaman. Sen menga shunaqa gap aytyapsanmi? Shunchalik zo'rmisan sen hali? Ha, zo'rman, nima bo'pti? Yaxshi, unda davayda yur, chekkaga o'tiramizda. Bitta tashlashamiz Minecraftda PvP bilan Bedwars. Davayda, faqat men telefonim zaryad yo'q-da. Sen bahona qilma. Men qara o'ynasang, dakansiz o'ynaymiz-da. Bo'pti, ketdik, zartga olib o'ynayman. Davay, ketdi, yur. Kechgacha o'ynaymiz sen bilan, yur. Yur, ketdik. Davay. Xo'sh, ana qishloqi bilan o'zi ham o'ynayverib, mana qochib ham ketdi mendan yengilganda. Kech bo'lib ketdi. Men ham o'sha uyiga kirib uxlab yoribdi. Tay, men ham uyimga borib uxlashim kerak. Kechga qolib ketdim o'zi ham, qaranglar, o'yamanchi joyga chiqib ketdi. Kechasi yurish biroz yoqmaydi menga. Hoy, Jitel, qalaysan? Uyga kirib ketdim mayli. Prosta ko'rishmoqchi edim, hol-ahvol so'ramoqchi edim, salomlashmoqchi. Короче, biladi. Soat necha bo'ldi ekan? Men bir soat ko'rishim kerak. Tak. Soat hali unchalik what the fuck nima? Voy, stop. Voy, voy, turibdi hali ham nima? Yo, nima edi u? Yo'q-ku. Men ko'zim ko'rindimi? Yo'q, to'xtanglar. Demak, ana o'sha yigitlar rostdan ham ko'rganman, qurolaveraydi. To'xtanglar. Bunaqasi ketmaydi. Yo, rostdan ham qishloqlar ko'rganmi deyman. Lekin qanaqasiga? Men o'zim, lekin yuzim qon. Qayer ketdi? Qayerda? Mana shu yerda turganda adashmasam. Tak. Mana shu teshikdan chiqdi. Lekin bu teshik yopiq. Bu yerda bitta qo'y bilan bitta mol. Lekin qanaqasiga? Mana shu yerda turdi va shunday qaradi. Keyin shunday turdi-da, keyin yo'q bo'lib qoldi. What the? Tushunmadim, to'g'risini aytsam, umuman. Yaxshi kirib uxlayman. Menimcha ko'zimga ko'rindi. Kechasi PvP o'ynashda oqibati mana. Ko'rdinglarmi? Sizlarga maslahatim, kechasi PvP ham boshqa ham o'ynab o'tirmanglar. Bo'lmasa ko'zinglar dabdala bo'lib ketasizlar ham. Voy. Yana ko'rinyaptimi? Yo'q. Kelmoqchimi men tomonga? Yo. Voy, blin, nima bu? Sizlar ham ko'ryapsizlarmi? To'xtanglar, uxlamasam bo'lmaydi. Uxlamasam bu meni ko'zimga ko'rinaveradi. Bo'lmasa uxlagani qo'ymaydi. Yana yo'qoldi. Voy, nima narsa bu? To'xtanglar, men qishloqning yoniga boraydi. To'xtanglar, uxlab qolmagan bo'lsin-da, o'zi ham. Agar uxlab qolgan bo'lsa dabdala. Voy, qishloqqa yaxshimisan? Короче, rostdan ham bor ekan-ku, meni yuzim qonli versiyam. Aytgandim, senga bordim, ishonmaganding, yaramas. Aha, nima qilamiz endi? Senga maslahatim, uni o'ldir. Qanday o'ldiraman? Agar u arvoh bo'lsa yoki qanaydir ko'rinmas narsa bo'lsa, uni o'ldirib bo'lmaydi-ku. Bilmadim, biror narsa qil, yo'q qilish kerak. Men qo'rqyapman. Men ham qo'rqyapman, bilmadim endi nima qilamiz. To'xta. Sen uyingga kir. Sen qo'rqayotgan bo'lsang uyingga kirib o'zim yo'q qilaman. Tushundingmi? Men qo'rqmayman. Yolg'on gapirma, qo'rqasan sen ham. To'g'risini aytsam qo'rqyapman, lekin nima qilay? Men uyimga kelmoqchimisan? Bor, uyingga bor. Bor tez, bor, uyingga yo'qol. Yo'qolasam yetayman. Короче, sen qanday qo'rqmasligingni ko'rmoqchiman. Men qo'rqmayman, konkret o'zi to'xta. Men keldimda kompyuterga o'tirdim. Keyin oynaga shunday qaradim. Shunday turgandi, yana turibdi, uni qaranglar. Voy, onasini emsan. Yo, nima qilyapti bu? Yuzlari, qo'llar, oyoqyam hattoki qon. To'xtanglar. Qani Jitel yana uyga kirib olganmi? Uxlabdimi deyman. Yo'q, uyga yo'q. What the mana bu yoqqa ekan. Hoy, Jitel. Ko'rdingmi, o'zi mana bu yerda turgandi.
Ha, ko'rdim, shuning uchun shu yerga o'tib oldim panaga. Sen borib uni yoqqin. Qochib ketdi. Ha, mayli. To'xtanglar. Tak. Ana turibdi, to'xtanglar. Yaxshi, hozir bildirmay. Ma. O'ldirdim. Ha, bo'ldi, o'ldirdim. Ana endi uyimning ichiga kirib, hozir notebookimni oldiga o'tirib ko'raman. Chunki hozir notebookni oldiga o'tirganimda shuni ko'zimga ko'ringandi. Ana endi tak o'tiramiz. Bunday qildi-da, paydo bo'ldi. Yo'q, hayrat, qutuldim. Xayriyat bo'ldi. Endi uxlasam bo'ladi. Lekin uxlay olarmikanman? To'xtanglar, yana bittasini olib ko'rayda, har ehtimolga qarshi. Yo'q, bo'ldi, qutuldim. Ana endi uxlayman mazza qilib. Xayriyat. Bitta muammodan qutuldim. Juda ham ajoyib bo'ldi, uxlayman endi.